Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz muhterem, suyumlik Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hammalarga Allah'ın güzel salamları olsun. Yana aldınlar çıkıp kaldı. Ta ki bugün bir saatning aldıgıça bunda bir video çıkış niyetim yok idi. Bir saatning aldıda torunu açtım. Tuncu güzelgeçelikkan tema ve onunla yazılgan inkasla meni oturuğa çıkışqa mecbur kıldı. Bu temani sözleşke mecbur olap kaldım. Aslında bu videolarning ko'rilish soni ve yazılıvatkan inkaslar, sorulavatkan suallar qarga vaqtida men oturuğa çıkıp şu videolarda sözlep yürüşni bir artıqçı işken, akmagan bir qılık eken dep şu xulasaga kelishga mecbur bolgandim. Acayip suallar soruladı ba'zida. Adam ya külüşini ya yig'lisini bilolmay qoldik. O kadar sadılıkmıdı bu? O kadar döklükmüdü bu? Ayırmak tez. Hakikaten kişinin jıgı tutudu. Milletinin ahvali manım muşu derecede olan olsa demek men video çıkıp sözlegen taktırdımı o videonu ko'radigan adamның az oluşunun sebebi tushunishlik bo'ladimdi. Çünkü onu tushunmagandan keyin ko'rmaydigan gapda tushungan adam ko'radi onu. Shunchalik oddiy rejilnimi tushunmayotgan bir xalq yani bu. Şuna bunga gap qilib o'tirishning hojati yo'q ekan degan bir xulosaga keladi kishi ixtiyorsiz. Shuning bilan tekrar bir ko'ngilsizlik bosh ko'tarib hech so'zligim yo'q edi. Yana majbur bo'lib qoldim. Ko'rayotganinglardek tema hech qadar kulkuli desek bo'ladi ve nayt sada yoki nayt bichara desek bo'ladi. Uyg'urni kim qutqizdi o? Bu savol sadda dillik qarindoshlar tarafidan so'ralyapti. Men azaldan deb kelayotgan gap shuki, bizni Allah ve o'zimiz qutqazmasak hech kim qutqazmaydi. Men Eynek namlı kitabımda bir makalada bu qarashimni o'tirib qo'yganga hozir 22 yil bo'lib qoldi. Lekin bugungichimi buningdan tamada bo'lib kutib o'tirish ro'yxati umumiy milliy ruhiy holatimiz bo'lishini davom qilayotgandek qiladi. Bu bekmi qo'rqinchli. Chunki bu beg'amlikka boshlaydi. Ishqa to'mizdi qo'ltiradigan o'rinliq sabab bo'ladi. Ama bu bugünkü iş emas. Bu bugünkü iş emas. Bu bizler zakımızdan tekken kesel degidek iş bu. Konu ziyarlarımızda Sovyet İttifakı bizni qutqizdi degan tamam umumiydi. Şuna mag'lub bo'lgan inqilobchilar ya hareket qila qilmaylam tutilib qoladigandek bo'lgan inqilobchilar desak bo'ldi. Soğutga kaçış umumiydi. Bu tunca avlod sirtdan umid kutuvchilarning vakillik kishilaridan biri günümüzde hammalar biladigan
Sıdık Hacı Rozi. Bu kişimiz Sovyetga kaçış seferi tutulup turmada yatkan. Şunu meşhur olgan. Keyin yana mushu ziyolilar, mushu Sıdık Hacı topidagilar Türkiye'den ümit kutish ko'zgargan edi. Türkiye'den ümit kutishdiki mantiqi nima edi? Siyasi coğrafiyalik o'rin emasligi hammamizga ayon. Chunki Türkiye Sharqi Turkiston bilan chegaralanmaydi. Dunyoda so'zi o'tadigan, bir qutbga bosh bo'lib turayotgan qudratli davlatmi? U emas. Yana boshqa nurg'un sabablarni tekshirib ko'rsakmi? Emas. Bu yerdagi mantiqi birla qarindoshlik. Ammo davlat deganning hissiyotga ko'ra boshqarilmaydiganligi, manfaat ustiga qurildiganligini nazarda tutganda, bu sabab, qarindoshlik degan sabab, hargizmi put terab turganligidek sabab emas. Keyin yana shu Sıdık Hacı boshchiligidagi bilarmonlarimiz Amerika bizni qutqizdi deyishga o'zgardi. Gerçi bu qarashida doimo ziddiyatli tutumda bo'lgan bo'lsa-mu, hele qutqazmaydi, hech kim qutqazmaydi. Keyin dunyoni Amerika qutqizdi deb mana o'zgarib. Bir kitobning ichida shu necha xil o'zgarishni ko'ra olasizlar. Bo'lgan bo'lsa-mu, hala bu tamasi tamamen yo'qolib ketmadi. Yaqinda torlarda Türkiye'nin Sharqi Turkiston davosiga tutumay kun tartibini mashg'ul qilayotgandek qiladi. Ba'zilar hadisini Türkiye'ni tillab, söküp ve bununla qo'shimcha bütün musulmonlarni tillaydi. Düşman tizimlikka ketib ekan. Yana ba'zilar umuman Türkiye'de yerleşken qarindoshlarimiz Türkiye'ge çeltek düymaslik mevqasi turib elib, hatta faktlarni ko'rgilunmay, uni yaxshi ko'ngil bilan ta'birlashga tirishib, yana Türkiye'nin en obdanlı çıkırış, obdanlıqıga işendiriş tutumida bo'ladi ekan. 22 yılın aldığını yazılgan makalada deyilgen rejilerini yana tekrarlashga majbur bo'layotganim meni azoplamoqda. Çünkü kitap okumaydigan g'alatiligimiz, qoni ziyolilik, quloq mullusilik, o'qigan va o'qimagan qarqusaqlik xarakterimiz tufaylidan milletim faydalansa ekan degan umidda yozilgan aql javharlarim bugun kuchim tuzuk o'qilmadi. 22 yıl bir inson bolasi tug'ilib 22 yoshga kiradigan bir qarni. Tug'ilishdan yetilishgacha yetadigan bir vaqt bo'ligida biz ayni holimiz bilan turaverganligimiz, qilchilik tajribasi vaqt toplamay, qilchilik ilgirlamay, o'xshash savolni takrorlab o'tirishimiz haqiqatan alamlik. Qarindoshlar. Endi oldi bilan davlatlarning yana bir davlatga yordam masalasini qarab chiqaylik. Bunun ve köp dedik qarindoshlar, bir şey emas. Devletlerinin menfaat üstüge kurulduğanlıqdan ibaret mantiqiga asaslanganda, hech qanday bir devletning, yana bir devletni ozod qilib qo'yadigan vazifasi yo'q. Mecburiyeti yok. Bununla qat'iy ishonib var. Ve bunu xalqaro masalalarni tushunishda bir mizon deb bilsanglar, başka rejilerini bilmegen takdirde mi? Az hatalışsızlar. Xulasilarda, qarorlarda, bahalarda azroq hatalışsızlar. Köprek to'g'ri yekillarkilardaysizlar. Endi yordam masalasi keldigan bo'lsa, yordamlarni yana shu davlatning o'z manfaatini chiqish nuqtasi qiladi. Yani mushundaq yordamdan mening qazanchim nim bo'ladi degan savolni qo'yib javoblantiradi. Eğer mushundaq bir yordamdan o'zi texmi qazanchlik chiqadigan bo'lsa, yordam beradi. Lekin yordam berishning yana birmuncha xafalık beradigan taraflari bo'lg'achqa, foyda qiysil qilavergili bo'lmaydi. Buningda o'ylashmasi bo'lmaydigan birmuncha qo'shimcha shartlar bor. Diplomatiya sachchiligiga qolmaslik.
Bunda seçilik kılmaslık için yardım verildiğin obeket. Yani yüzümüzge tatbiqlaganda biz şu yardımga layık mı emas mı? Bununla qaraladi. Kichik balaga bergan ist ko'nglim bo'lib qolmaslik uchun bizning saviyamizga qaraladi qarindoshlar. Bo'lmasa o davlat diplomatiya satchiligiga qoladi. Biz uni osal qilib qo'yishimiz mumkin. Andincha qarish tarafdagi davlat bilan, ya'ni bizga tatbiqlaganda Xitoy bilan tamamen dushman kesilib, urush holati shakllanib qolmasligiga diqqat qilish. Navbatda mavjud iqtisodiy munosabatlarda krizis qilib qolmaslik. Xalqaro jamoat fikri oldida bir qutratqiga, boshqalarga parakentishlik sog'uvchi atiqiga qolmaslik qatorliq nurg'un shartlarni o'ylashib, andin yordam qilishga qaror qildi. Shuna yordamlar mumkin bo'lgancha yoshirin berildi. Bilinib qolgan taqdirdami, tenevelish umumiy holdir. Bununla tırnaqning ichiga ilib bir qistirma qilib qo'ygan. Birinchi Dünya urushidan keyin maydonga kelgan Polsha davlati yanada bir kuni emas, bir kuni Rossiyaning o'zini xalq qilishidan ensirab turibdi. Shunlashqa bu dushmanining dushmanlari bo'lgan turkchilarni qo'llash qaror aldı Polsha. Bu Türkçiler O'rta Osiyodagi Türkiy davlatlardan qochib, Sovet hokimiyatidan qochib, ular Turkiyaga kelgan. Keyin Turkiyami bularni bu o'qituvchilarni ichida sig'dirolmadi. Rossiya nimadan, Sovet ittifoqidan qo'rqib. U yerda harakat qildimi? Shu tufaylidan bularning asosiy qismi Yevropaga qochib ketdi. Va bular Fransiyada Ruslar bilan o'qituvchi Ruslar bilan ittifoqdosh bir holatda Fransiyada faoliyat qildi. Fransiyada Yosh Turkiston degan jurnalni chiqardi. Nashr qildi. Yosh Turkiston degan bu jurnalni Qo'qon Jumhuriyatining bosh ministri Mustafa Cho'qay bosh muharrirligida chiqardi. Mustafa Cho'qay qozoq o'zi. Bu Qo'qon Jumhuriyati degan Qo'qon hozirgi O'zbekistonda. Bu devletning qurg'uvchilarining birisi O'zbek asosli roldagi Osman Xo'ja. Yana biri Boshqurt Zaki Validi To'g'an. Yana biri qozoq Mustafa Cho'qay. Bular birlikda bir davlat quryapti. Shu davlatni tashlab qochganlar bular. Shu davlatning bosh ministri bo'lgan Mustafa Cho'qay bosh muharrirligida Yosh Turkiston degan jurnalni chiqargan. Bu jurnalni taki Parijni natsistlar besib olganga qadar davomlashtirgan. Bu jurnalning va bu faoliyatchilarning rasxti Polshadan keladi. Prometey degan bir proje qilib buni. Prometeyni bilisizlar, Yunan afsonalarida insoniyatga o'tnik kelgan ilohning ismi. Prometey degan nomdagi bir proje doirasida Polsha yordam bergan. Astriddan. Ammo uning Polshada makonlashib, Polshada faoliyat qilishiga hargiz unamagan. Rossiya nimadan, Sovet ittifoqidan qo'rqib.
Kılıkını başka devlet tıkın, pulunu men berey dep astırıttın iqtisadi yardımını berdi. Ana şunda ahvallar boludu. Bugünkü günde Otur Şark'taki maceralarga yardım berip atkanlar bar. Avrupa devletleri yardım kılıdı. Kuturtudu bazı u tarafını bu tarafını aşağı macerani tincitmeslik davamlaştırış için. Hemmisini yoşurun kılıdı. Bununla bir umumi hal. Hem de yardımlar hasiyeti de öktücü güçler küçüyüp yani bizni misal kıyganda Şarkı Türkistanlıklar küçüyüp değil. Məqsədki ulaşay dep qalğan bir mənzilge yetkende. Eğer karşıdaki devletten yani bizge tatbiqlaganda Xitaydan erişiladigan menfaat texni üstün bolup qalsa yoki bu devletning ilgirki qattiq tutumi yumshab öktüç kuchlarni qo'llayotgan devletlerning talablari qondirilgan bo'lsa Pütey dep qalğan işni şu yerdila taşlap hatta öktüçülerini tutup biri ütüp lan karşıdaki devletning ittifaqlashygy özgürüp ketişi mümkün. Bunu mu oldusunlar? Vatandaki çağda tercümesini koyalgan, Xitaycısını koyalgan Angliyaning bir filmi var. Yadыңızda barmı? Yava gaz fidailleri degan film. Yava gaz fidailleri degan filmning hikoyasi şu. Angliyadagi ma'lum cho'ng bir shirkat, davlat halqagan shirkatdan birisi Afrikaning ma'lum davlatidagi miskanini etish huquqini talab qiladi hokimiyatdan. Afrika davlatining hukumatidan. Bu miskanni etish huquqini bermaydi unga. Bermagandan keyin bu davlat halqagan cho'ng shirkat 1,5 milyon pul chiqarib burunqi askarlikdan qaytgan tevekkülçilerini toplaydı. Toplap, aşı devlette parakendiçilik terişka, o devletinin hakimiyetini ağdırıp ötüşke ve onun burunqi siyasi özgürüş kılıp, ağdırılıp, türmege qamılıp qalğan burunqi cumhur reisini tikleşke. Evet odu. Yavgaz fidailleri türmedeki bu prezidentni kutkuzudu. Kutkuzup aeroplanga elip manga vaqtida o bularni yallab bu ishqi selavatgan shirkatning ish tutib qoladi. Yalaqi muskamlayetish huquqini bergan bo'ladi. Shuning bilan buludu vaz kechadi. Yavgaz fidaillerinin salamet qaytib kelishiga ruxsat qilmaydi. Aşının aşağıda ölse iken deydi. Çünkü 20 milyon pulunu bir işten qutuldu diye. Mana shunda avvalda bular yana bir qo'shni Afrika davlatiga o'zlari faoliyat qilgan davlatning qo'shnisi davlatga qo'nmoqchi bo'ldi. Chunki uchoq zaxmlangan. Uyga qo'ngandan keyin buludun hayat qolganlari berib o'ch oladi. Haliqi o'zini yollab keyin anda namertlik qilib tashlab etganlardan. Shuning hikoyasi. Xuddi shunga o'xshash ish bitib qolsa tashlab yutadi. Yordam berayotganlarmi? Mana endi bu kinoni yodingizga ololmasanglar, bizning o'zimizning tarixini bilasizlar. Shu yaqinqi zamondagi tariximiz. Onundan bir misalını bir dep ötey, gerçi hemmanlı biladigan bolsanglarmı? 43. yılı, belki 42. yılı başlangan boluşu mümkün, ya 43. yılıdı. Men materyalga seliştirip bakmaganlığım için bunu bek eniq vaqt diyemeymen. Cangjeşi hükümetinin
ittifoqdoshi Amerika. İkinci Dünya Uruşu'da ittifaqdaşlar sepediydi Xitaymy. Şu sebepten Amerika Xitaylarning talabiga göre bir küreşçi aeroplan zavodi. Qirg'ichi uçak zavodi deyim. Uçak desek de hem yaxshi. Aeroplan qirganda. Uçak zavodi qurib berishga ma'qul bo'ldi. Bu zavodning o'rni uchun vatanimizdagi Qumul viloyati Ara-Türk etrafı belgilenip zavod qurilishi boshlandi. Sovet ittifoqi o'z chegarasiga yaqin joyda Amerikaliklarni ko'rishni xohlamaganliklari uchun Xitoy hukumatiga norozilik bildirgan bo'lsa-mu, zavod qurilishi amaldan qoldirilmaydi. Shuning bilan Sovet ittifoqi apala Olmaotada Sharq Turkistonni ozod qilish tashkiloti qurdi. Hem bütün ittifaqning her yerlarida ishlayotgan ziyolilardan bir turkumni Olmaotaga yo'tkepek kelib bu tashkilotga to'playdi. Bu yerda jiddiy safarbarlik tayyorliklar boshlanib ketadi. Andın 1944-yılı KGB agentlaridan Fatih Batur, Ekber Batur qatarlıq 3 kişini ili vilayeti kirgizib, Nilqida Sharq Turkiston Milliy inqilobining tiltisini yaqadi. Qirg'izistonning Bishkek yaqinlaridagi Sağında yashayotgan Eleyxon To'rini izlab topib, uni bu inqilobning beshiga simvollik boshqilib o'ltirg'izish uchun so'zlashdi. Nurg'un va'dalarni berib, Eleyxon To'ri unmaydi, sizlarga kommunistlarga ishongan olmaydi. Yalğansızlar, ahmaq qilsizlar. Va'dalarni berib, uni qoyil qildi va g'o'ljiq keltirdi. Asli ko'ngilg'uchaqlik bo'lgan Issiqbek 30-yillarning boshidagi inqilobda azroq ko'ringan. U Osman Ali polkida Osman Ali degan Qashqarni eng avval ishg'ol qilgan qo'zg'olonchilarning beshi. Osman Ali polkida 105 edi Issiqbek. Lekin o'zi amalga bek amroq bo'lg'achqa 105 yilga rozi bo'lmay Osman Ali bilan petishmagan. Ahiri sepni tashlab Sovetga chiqib ketgan. Sovet hukumati uni ba'zi ishlarda foydalanish maqsadida o'qitib tarbiyalagan. Keyin 37-yildagi qo'zg'olonlarni bostirish to'lqinida bir polkni bosh qilib, Shinsisay uchun yordamga bergan. Mana shu Issiqbek milliy armiyaga parda oldidagi bosh qo'mondan qilib belgilangan. Mana shunday bir o'yinni Sovet ittifoqi o'ynayotgan. Bu xafalıqlardan keyin Xitoy hukumati uçak zavodini amaldan qoldirishga majbur bo'ldi. Ara-Türk'teki. Maqsadi hal bo'lgan Sovet ittifoqi bu inqilobni shu yerda to'xtatib qo'ydi. Bitimga majburladi. Bitimda vakillar mustaqillikdan biroqla o'lkalik hukumatga rozi bo'ldi. Cumhuriyet reisi Ahmetcan Qasimi ülkenin muavir reisligini qabul qilgan holda bitimni tugatdi. 46-yıl Avgustda Ahmetcan Qasimi Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining tarqatib etilganligini jakaladi. Qarindoshlar, bu taqtimning tarix hammanglar bilasizlar. Yordam beradiganlarmi ashunday yordam beradi. Bo'lmaysin olsun. Bugungi dunyoning ahvoli boshqacha emas. Ya'ni, buro manfaatga asoslangan davlatlar munosabati endilikda odamgarchilikni asos qiladigan bo'lib qolmadi. Dal aksicha. Amerika Qo'shma Shtatlaridan iborat bu davlat asli qurilish ideologiyasi belgilangan ma'naviy qimmatlardan voz kechib, tadrijiy holda o'xshashli manfaatga tayangan, manfaatdan boshqa to'lamaydigan holatga o'zgardi. Bu özgürlük tamamen teröristçi oldu. Menfaattan adamgarchilik emas, adamgarchilikdan menfaat özgürlük oldu ki qisqacha shuni izohlab o'tay bu Amerika haqida. Amerikaning qurilish g'oyasi ezilganlarga yordamda bo'lish, qulluqdagilarni qutqizish, demokratiya va erkinlikni tadrijiy butun dunyoga yeyish edi. Bu hal ta ki 20. asırning boshlarigacha o'zgarmadi.
Yevropalık mustamlikçilerini Amerika kıtasında mustamlik tutuşundan vazgeçtirdi. G'arbiy yerim sharning ishlariga sirtdan kelib aralashishga bo'lmaydi deb qattiq turdi Amerika. Theodor Roosevelt kelganda bu hal o'zgarishga boshlab, Ikkinchi Dünya urushida Franklin Roosevelt davrida tamamen boshqa turga aynidi. Ya'ni bu bichim to'liqlanib bitdi. Bugungi holatga keldi. Yani zumugarlikka qarshi turg'uchilikdan o'zi zumugar bo'ldi. Bugun dunyoda erkinlikning homiysi bo'lib, homiysiman deb belbog'lagan xolis bir davlat yo'q. Shundaqla xalqaro tashkilotmi yo'q. Hammasining harakatlantiruvchisi manfaat. Ben Türkiyalik analizchilardan Abdullah Çiftçi'nin Şarkı Türkistan hakkındaki videosunu gördüm. YouTube'da bu video astığı bir münche inkasımı yazıp koydum. Aslında şunun bilen çeklenişim bu mümkün idi. Bırak başka qarindoshlar bu videonu görüptü ve bu haqda təsiratlarını oturup koyuptu. Şuna hem de bu videoda ilgili sürülgen qarashlardagi xatolar ve Türkiye'den ümit kütüş tutumadaki qarindoshlarning tamaları bu tamalarning mantiqiy bir asosinin yo'qligi haqida azroq to'xtalman. Abdullah Çiftçi videosida Amerikaning Uyg'urlarga yordam bermaydiganligini ilgari suribdi. Yoki yordamning faqat mavhum ifodalar holatida qoladiganligi, amaliy harakatga aylanmaydiganligini ilgari suribdi. Bu qarashga men qo'shilaman. Ammo Amerikaning Erkin Asiya radyosuna asas qilib Sharq Turkiston davosi elib berayotganligini ilgari suribdi. Bunun ne kadar asassız ekanligini hem Uyg'urlar bilamiz. Masalan, Sharq Turkiston sürgün hükümetinin faaliyetlerini Amerika ve dünyada yüzlerce matbuat, şu cümleden Erkin Asiya radyosunun başka tildekileri anlatkan bolsumu, Uygurca bölümü kulakını yukarı aldı. İş nasıl demedi. Bunu hemen bilirsizler. Ben bir videoda şu hükümetin kurultayından keyinki videoda bütün matbuatlarının tizimlikini ko'rsatdim. Fakt bilen. İşenmisanlar tekrar şu videonu görüp baksan olur. Ama bu Uygurca bilimi anlatmadı. Hiç narsa anlatmadı. Bu aşınday kılandı bu davani. Yani Uygur kurultayı yolu kıldı. Bizning qarashimizcha bu radioni Xitoylar kontrol qilib elig'liq. Başdan axir. Yana bir xato shuki, bu Çiftçi efendimning videosida Amerika Uyg'urlarni terrorizm qilyotdi degan. Bu gapning yolg'onligini hammamiz bilamiz. Amerika Uyg'urlarni hech nima qilayotgani yo'q. Nima qilsa, bir nima qilsa obdan bo'ladi. Nayt afsus. Hech nima qilayotgani yo'q. Amerika matbuotlari ancha-muncha Salihni ziyorat qilyapti. Amerika Uyg'urlar haqida ikki muhim qadam oldi. Bir qonun va bir tug'ish e'lon qildi. Ammo hech qanday amaliy bir qadam yo'l ko'rsatish hech bo'lmasa, maslahat berish degandek eng oddiy harakatlarda bo'layotgani yo'q. Yana bir xato G'arbning o'ynab tashlab yetadiganligi, Turkiyaning yordam beradiganligi. Sizlarning to'g'rimi? Xato. Men bu vaqtim bek ko'p to'xtaldim. Xitoylar o'z davlati bilan qolgan urush yillaridimi? 30-40 yillarda. Biror jur'atli qaror ololmagan Turkiya. 50-60 yillarda Xitoylar intayin ojiz zamonlardimi merhum liderlarimizni qo'llab yerib etmagan Turkiya. Bugun Xitoyning pulga qarzda, texnikasiga muhtoj ahvolda. Yordam berishi mumkinmi? Buni aql, mantiq bilan o'ylamoq lozim. Bugun dal shu Abdullah apandining o'zi degandek Xitoylar Turkiyada temir yo'llarni, portlarni, ko'riklarni setib olayotgan bir vaziyatda.
Xitoylarga qarshi kuchlarni qo'llashi qanday mumkin? Qanday mantiqi? Nima sababdan buni qilishi mumkin? Qardoshlik? Ya, qarindoshlar. Davlat manfaati hammadan a'lo. His tuyg'u bilan davlat ishiga muomala qilinmaydi. Ilgirimi deb o'tgandim. Türk xalqi haqiqatan bizga eng yaqin, bizni yaxshi ko'radi, qarindishimiz. Agar Sharq Turkistonda bir urush vaziyati borligi kelsa, bizning bir muncha da'vochi ko'ringan Uyg'urlardan burroq Sharq Turkistonga berib, ozodlik urushimizga qatnashishga tayyor ekanligini, shehid bo'lishga tayyor ekanligini deb o'tgandi. Bundan hech gumonlanmayman. Türk xalqi bu jihatli qizg'inligida cho'qim ashna qiladi. Necha million turk bunga tayyor. Qilchi gumonim yo'q bundan. Ammo ular xalq, shaxs, ular hissiyotga tayinib qaror chiqarishi mumkin. Lekin davlatni so'rayotganlar hissiyotga tayinib qaror chiqarolmaydi. Undaq esa davlat yemirilib ketadi. Çift çapanda degandek, musulmon davlatlarda bir nima yo'q. Xalqi musulmon davlatlar bor. Bu ikkisi ikki hukum. Şu bu sebep bilan musulmonlarni tillash, bu sebep bilan turklarni tillash tazimi qaraqosaqliqdir. Hukumat boshqa, xalq boshqa. Türkiye Xitoyga bo'lgan qarzi tufaylidan Xitoylarning talablarini asosan qabul qilishga majbur bir vaziyatda. Bu bugungi ahvol emas. Ilgari deb o'tganimdek, atalmış Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga qochib chiqish to'lqini Xitoy istixborotining bir projesi edi. Bu projeda Turkiyaga pichilgan rol qutqazuvchilik roli edi. Birinchi pichilgan rol to'ymay turish edi. Chunki qochib chiqayotganlar qochib chiqqan Tayland va Malayziya Xitoyga chegirlanmaydi qarindoshlar. Andarkan birimidan kesib o'tishga to'g'ri keladi. Birimi bulunu tutmaydi. Bilmaslik soladi, ishini tuymay turib turadi. Chunki Xitoyning ulug'i pishqan roli sen tuymay tursan, xo'p, u tuymay turdi. Bulunu Yunnan chegarasidan motosikletlar bilan o'rmonlarning arasidagi chig'irlardan to'shib Tayland tarafga o'tkazib qo'yganlar bor. Shunday. Men bu gaplarni qilganimda Turkiyada yerlashgan qarindoshlarimiz menga jiddiy qarshi chiqqan. Mendan xafa bo'lib qolgan hatto. Qiydigan ba'zilar. Turkiya unda qilmaydi. Ya, Turkiya unda qilmaydi. Nima qilmaydi? Davlatning manfaati taqozo qilsa, nima qilmaydi? Qiladi. Qilmaydi deyishdi. Ama hech qanday mantiqlik sabab ta'min etmaylar, hissiyot bilan shunda aqlidi. Qilmaydi. Ya bir asos olmak lazım. Nima uchun qilmaydiganga? Amma men nima uchun qiladiganga to'liq sabab ta'min etyapman. Bu sebep nima? O'ylanglar. Buni yana takrorlashga majbur bo'lganimdan alamli. Burunqi videolar degandim buni. Bir davlat chegarasini qonunsiz atlab o'tganlar. Jinoyat hisoblanmamdi. Jinoyat hisoblandi. Aniqdi bu gap? Aniq. Xitoydagi diktator davlatlarda hatto vatanga osiylik jinoyat hisoblandi. Chegaradan atlab chet elga qochish. Tarixda bu Sovetga qochishdan ayt ko'p ifodalangan bizning vatanimizda. Hozir u Sovetga qochishda aplashmaydigan bo'lg'achqa bu Sharqiy Janubiy Osiyo tarafga qochish bo'ldi bu. Vatanga osiylik jinoyat hisoblandi bu. Xitoyning nazarida. Endi vatanga osiylik jinoyati har qanday davlatda eng og'ir jinoyat hisoblandi. O'limga loyiq jinoyat. Mana endi 10 minglarcha
Xitay devleti üçün cinayetçi hesaplandıgan 10 milyarca adam. O devletni terk etip kaçkan 10 milyarca cinayetçi deyini. Onu yana bir devletten başka bir devlet kutkuzup algan bolsa. Xitayga qaytırıp bermey, qaytırıp beriliş kerek yerden kutkuzup ketken bolsa. Xitaylar bu devlet bilen qanday münasebetde boludu? Çokum diplomatiya münasebetini üzüdü. Not tapşırıp narazılık bildirdi. Bulavatkan, bommakçı olgan ticaretlerini to'xtatdi. Ama 10 minglığan Uygurni Janubiy Asiya devletlerden kutkuzup algan Türkiye bilen Xitayning arası hiç buzulmadı qarindoshlar. Bu paket mi emas mı? Hiç buzulmadı la emas. Eksçe balda okudun mu yakınlık şekillendi. Bunu qanday tushundirish mumkin bu yaqinchilikni? Qochib chiqish projesining maqsadi nima edi? Uyg'urlarni terrorchi qalpoqi bilan tartiqlash uchun ularning terrorchiligini amaliyotga aylantirish, ishonarliklik darajasini oshirish uchun dalil yaratish kerak edi. Ular Türkiye'de egrijiklarini tashlayib Suriye'ye berishi, dünyanın közüde terrorchi bulup canlıq şekilde görünüş gerek edi. Mana bu projede rol algan Türkiye qandaqlarcha endi Uyg'urlarni qutqizib ola. Xitoyga qarzda turib, bu mumkinmi? Dal aksicha. Türkiye Xitoylarning talablarini birma-bir o'rindashga majbur holatga keldi. Tabii yaqinda o'zaro jinoyatchi almashtirish degan kelishimni imzolaganligidan hammalarning xabari va hammalar cho'qon silish boshlandilar. Türkiye'de kaçıp çıkıp Xitoyda jinoyat o'tkazib Türkiye'ye kaçadigan Xitoy yo'q. Bu yerda nazorat tutilayotgani Xitoy nazorat tutayotgani. Nima? Kim bu? Faqat Uyg'urlar. Türkiye'ye kaçadigan Xitoy yo'q. Uyg'urlar kaçadi Türkiye'ye. Uyg'urni o'tkazib birsa degan gap, o aniq. Endi Türkiye'de jinoyat o'tkazib Xitoyga qochib ketadigan Türklarmi? Yo'q. Bu kelishimning bir tarafı boş yani. Bir tarafı hiç kimni o'tkazib olmaydi. Faqat Xitoylar o'tkazib oladi. Bu bir tarafning ishiga yaraydigan bir kelishim bu. O'ylab bakinglar, ya rasmiy olganmi? Erkekdek o'ylanglar. Mana shunday bir holat keldi. Demak, bu kelishimmi Xitoylarning teklifi, talabi bilan o'tirib chiqqan narsa bu. Türkiye bundan bir talabi yo'q Türkiye'nin. Bo'lishi mumkin emas. Chunki Türkiye'nin o'qituvchilari yo'q u Xitoyda. Türkiye'ga o'qituvchilik qilayotgan, Xitoyda turib olib Türkiye'ga qarshi faoliyat qilayotganlar yo'q. Ondan keyin Türkiye bundaq bir kelishimga ehtiyojliq emas. Bunda talabni qilishimi mumkin emas. Bu Xitoyning talabi bilan bo'lgan va Xitoyning talabiga yo'q deyilmaydigan holatga kelib qolgan qarzdor Türkiye buni ma'qul deb imzolashga to'g'ri kelgan bir kelishim. Allah Türkiye'ni panohida saqlasin. Nimaiki bo'lmasin bizning ikkinchi vatanimiz. Xitoyning qarzidan xatarsiz, balasiz qutulishini Allohdan tilasak, texim to'g'ri bo'ladi qarindoshlar. Bizni qutqizib olishini emas, o'zini qutqizib olishini Allohdan tilasak to'g'ri bo'ladi. Chunki Xitoyning qarzidan anda bir balasi chiqmay qutulish bizning tasavvurimizga sig'maydi. Men Xitoyni ko'rib cho'ng o'g'allining tasavvuriga sig'maydi qarindoshlar. O Türkiye'likler ecdatlarınınki geçmişini unutup kalgan. Şuna Xitoylarni normal bir insan hesapla atkan gap. Eğer biz düşüngen bolsa, bununla qarzda ulaşның bir balaya afet ekanligini aldım bilgen bo'lardi.
Dünya Bankasının qəzindən qutulduq deb jakalab Türkiye xalqını xoş qıldığı. Ya Dünya Bankasının qəzidanmı dəhşət o Xitayının qarzi. Bunu biliş lazım etdi. Endi kelgüsü əməliyyatdan kögə vaxtıda bildi. Qırğızistan töyləyənməgən qarzının ornuğa yer verdi. Tacikistan qarzının ornuğa yer verdi. Qazaqistan yer verdi qarindaşlar. Bugungi kunda Afrikada Xitayning puliga qarzda bo'lgan Afrika davlatlaridan Xitoylar portlarni talab qilyotidi, konneksiya huquqi talab qilyotidi, uni talab qilyotidi. Hamma talablarga ma'qul deyishga majbur. Qarzda chunki. Qarzda degan qarz egasining oldida bo'yini bukib turishga majbur bo'lib qoladi. Gerçi qarz egisi nayt vijik avaq bir adam bo'lsa-mu, qarzda g'ini baturdek usquni kelishgan yo'g'on bo'lsa-mu, yanilib fikirlab turadigan gap. Qarz burun deganlarimdan yana bir takrorlab qo'yay. O'tgan 60 yilda da'voning markazi Turkiyada edi. Buni hammanglar bilasizlar. Hatta Türkiye'den başka devletlerde dava degidek bir nima bir ovoz bir sadamı yoktu. Mana shu yillarda Türkiye yordam qilganmidi? Qilalaganmidi? Hech. Hatta namoyish qilishmi ba'zi chog'larda bo'lgan, ba'zi chog'larda to'sqinlik uchragan. Ya'ni bu Türkiye'nin ishiga kelsa namoyish qilsa bo'ladi. Türkiye'nin işığı kelmegende namoyish qilishga bo'lmaydi. Hatta o'ziga kerak bo'lsa g'idiqlab namoyish qildiriladi Türkiye'de. Bu tarixda bo'lgan ana İsa Yusuf qilganda namoyishdan birini, bizni ko'ring, ibrat e'lon degan Türkiye'de kommunistlik avjib ketib 78-yillar kommunistlarning siyosiy o'zgarish qilib hokimiyatni elib olish ehtimolligi kun tartibda. Aşağıda namoyish qildi de. İsa Yusuf'ni. G'idiqlab aytishqi. Aslimi kitoblarni shu vaqtda yozilgan aslida. Bizni ko'ring, ibrat eling degan ashu lozunkadik ashu gapning o'zi hammani mana deb isbotlaydi. Bu namoyishning Sharq Turkiston uchun emas, Turkiya uchun bo'layotganligini. Ama Türkiye'ni yamallash, tillashmi o'xshashli xato. Qarzdan o'tizga o'tkazib qo'yganimiz bormi? Yo'q. U bir davlat ulash sifatida o'z davlatining manfaatini o'ylamasa, o'z milliy manfaati taqozo qilgan shaklda siyosat yurgizmasa bo'lmaydi. O'z ichimizdagi bir munchalar hala Xitoydan bag'rini ajratolmayotsa, shaxsiy husumat sababidan haqni ko'g'ilib unamay taraf tutuvassa, bunun qanchalik ziyonli ekanligini bilguchiligi yo'qmikin desangiz, sizga dars bergidek holat bo'lsa, shundoq turibmi umumiy milliy manfaatdan o'zining g'ururini ustun qo'yayotgan, shu bo'yicha tanlash olib berayotgan odamlarimiz mavjud ahvolda. Haqning nima biz bilan? Tillaydigan nima haqqimiz bor? O'tkazib qo'ygan bir nimamiz bormi ya? Şuna eli tamadı bulup, aksdan kütkenin bulmadı dep tillap yüksek tazımı balılık oludu, hamaketlik oludu. Türkiye yanı yaxşı. Bunu eniq dep koyay. Aşı Uygurlarını tutuvatkan bolsun yanı yaxşı. Nima üçün? Çünkü o yüzden menfaat üçün kılıdı ne? Bizni de özü ziyan tartış gerek mi? Aşında mantıqı var mı dünyada? Birisini de özü ziyan tartamız, kaysını ziyan tartışlar birisini de. Bunun İslam'a xilaf yerimi yok mensilge, yani onu mu dep koyay. İslam'ın fatva metodu qandaqdi? Eğer ikki gunohdan birini qilishga majbur qilgan ahvolda gunohi yengilroq bo'lganini tanlash. Ikki ziyondan cho'qim birini tanlash kerak bo'lganda ziyni ozroqni tanlash.
İslamның fatva metodu mana bunda. O halda 80 milyon Türkiye halkının menfaati üçün tök doktuk Uygur'unu kurban kılış tamamen uygun. İslam'ıma hılap gelmeydi bu. Bu siyasini onda oyun çıktı düşünü olmalı. O ölçüde oynaganda kichik boladek düşünü olmalı. Bir devlet degen bek yoğun neyse o bizde bolap bakmagaçka bunun çoğunlukını, büyüklükünü, ulug'luqini, mo'yinliqini his qilolmayotgan gap biz. Onun üçün bir devlet üçün bir devletning mevcutluq üçün deyni, mustaqillik üçün deyni, şahsning jani, hatta milyonlarning jani poch pulga o'xshaydi. Hejli bitildi bu. Devlet menfaat aldı da. Şuna bu tillab yürüşle fakatlı beğerezlik. Ötküzep oygunumuz bulmayatkan ahvalda haqni nimaga tillaymiz? Bir kunlu urush bo'lib Sharq Turkistonning tuprog'ida u Türklerden en az 3 milyon adam var edi. Bunun işinin var. Bizden bekrek can kılıdılar. Bizde uzun zamandan beri cenk ömü geçke korkak kaçışımız mümkün. Ulu kaçmayı da aldığı joğurudular. Yeni bir günleri esketip kalıdığın bir halık o. Şuna bu halıkını yamanlaş gerekmez. Bu icraatlarını yolu koyavatkallar hükümet o. Halık ve hükümet ikisi ayrı. İki hukum. Endi Turan birligi, İslam birligi degandek yo'g'on gaplarga kelsak, bular fantaziyalik arzudan iborat bo'lib, amaliy qo'llanishchan tadbir hisoblanmaydi. Hech narsani qilinmaydi. Qashqa ashundaq birliklar bo'lsa, kim xohlamaydi? Albatta hammamiz xohlaymiz. Biroq bundaq birliklarning ishga eshishimi o'z-o'zidan bo'lmaydi. Küçük birinin zorluğu küçük olmasa herkes iş kaçmaydı. Şuna bundan yoğun gaplarını kılış, goya en dana hal kılış çağrısını tapkandaki kürünsümü tamamen hiyalidir. Mesela Araplarını Britanya'yı prinsajındaki bölge. Küçük kılıp devletlerine bölgen, cadivelde sızgan çıkıralar bile. Şeyh Hüseyin'in oğullarını bir devletki padişah kıygan. Bir ailenin bir tukkallarını padişah kılamatkan ya, bir muğuç Arap devletki. Ya ondan kere bir devlet kılıversi bulattı aslında. Lakin onun menfaati şunu takazza kıladı, onun paç oluş gerek. Aşında bölgen onu kasten. Emdilik dolarının birleşini tasavvur ediyorum. Mümkün mü? Türk birligi hakkında deydiğimiz okşaş, şununla Türk birligi hakkında Fatihlarning Evladi degan bir kitap var. Amerikalik Wall Street jurnalining muxbiri Hugh Pope degan meşhur bir muxbir yazgan Fatihlarning Evladi degan kitap. Bu muxbir Qozog'iston Cumhur Reisi Nazarbayev bilan bir quchoqda Malayziyaga ketayotgan safarda Türk birligi haqidagi qarashini so'rganligini yozadi. Nazarbayevning javobi nima bo'ladi buningga? Bir akadan aran qutuldik, yana bir aka istamaymiz deb javob berganligini yozadi bu kitobda. O'qib baksanglar bo'ladi arziydigan kitap. Türklerning hammasini ziyorat qilgan. Uyg'urlar haqidami bor uningda. Hammasi haqida bor. Uning ismi Fatihlarning Evladi deyotgan gapki Fatih bizning qadimgi ajdodlarimizning fatihligi.
nazarda tutup şu kahraman ecdatlarının bugünkü evladı ne demekçi? Nazarbayev başında cevap verdi. Bir akadan aran kutulduk. Qaysı aka? Rus. Yana bir aka istemeyimiz. Yani Türkiye'nin bizge akıllık kılışını istemeyimiz derdi. Demek bunda atalmış çoğun birlikler gerçi bek celipkar bolsunmu? İşte şiş mümkün bulmagan şiirin arzularına ibaret. Çünkü içki tosalgılar yok değil. Bunu Kırgız mı, Kazak mı, Özbek mi, Tacik mi, Türk mü? Hemiz halaydı o. İçki cihette hiç tosalgı yok. Hemiz birleşini halaydı o degen takdirdi mı? Taşqi tosalgılarını aşkıda köç. Ne Türklerde, ne İslam dünyasıda yok. Taşqi tosalgılarını. Mesela Türklerinin bu kadar birleşip kudretli bir küçük aylanışını kim halaydı? Xitay halamdı, Ruslar halamdı, Avrupalıklı halamdı, Amerikalıklı halamdı, hatta Araplar halamdı. Araplarning milletçiligi Türklerning bu Osmanlı İmperiyası devridagi xalifening rahbarligida etdik demeydi. Biz xalifening rahbarligida bunda büyük İslam xalifesining komandanligida etdik deb qaramdi. Unda deb qaramaydi. Uni musulmonlar shunday deyishi mumkin. Lekin millatchi arablar biz Türklerning qulluqida etdik, mustamlikasida etdik deb qaraydi. Andarken tekrar Türklerning kuchlanib bir cho'ng kuch hosil qilinishini birlashib, cho'ng kuch hosil qilishini arablar xohlamaydi. Andarken bu kadar tashqi to'salg'ilni esh tushadigan qudrat bo'lishi lozim. Xalamasa onu qilaman deydigan. Unda kuch Türkiye'de bormi? Yok. Başkası da texmi yok. Şuna bu akmagan bir gap, qarindoshlar. Gap yo'g'on, chiroyli, quloq demaydi, yiqimli qilindi. Haqiqatan ishimizdan shunda xohlaymiz buni. Ay kashkashында bo'lsa ekan. Mening orzuyum. Ammo amalga oshmaydi qarindoshlar. Endi qandaqdir Turan armiyasi deydigan bir gap chiqdi o'tirg'a. Qarasam, hayajonli Türk qarindoshlarimiz, bizga o'xshab bek asa hayajonli Türk qarindoshlarimizmi? Ammaylarning atega ko'tak bijvo'g'ach shunda o'xshab ketamdiki, o hayajonda Turan armiyasi qurildi deb videolarning mavzularini ko'rib qoldim, yuzini ko'rib boqmadim. Ko'rablar paylim tutdi. Chunki bu texmi mantiqsiz bu gap. Turan armiyasi. Turan 3000 yil bo'yicha Xitoylar bilan urush holati bo'lib kelgan xalqlar to'pining nomi Turan degan. Shundaqli bu qarshilik holatidagi xalqlarning bugungacha shu urush holatida qolgani Sharq Turkistonliklar. Qolganlar unda urush holatida emas. Faqat Sharq Turkistonliklar Xitoy bilan bugungacha urush holatida. Bugungi kelganda Turan armiyasi loplarının mantiqsizligi shu yerdiki, bu Sharq Turkiston mustasno qilinsa qat'iy bo'lmaydigan bir ish. Chunki birdan-bir bu urush holatini 3000 yildan beri saqlab kelayotgan Sharq Turkiston sirti qilib, qanday Turan armiyasi bo'ladi? Masxirlik bu. Texmi masxirligi. 3000 yillab Xitoyga qarshi urush holatida bo'lib kelgan Turan armiyasini endi Xitoy bilan ittifoqdoshlik ichida quramda. Texmi tetkizizga. Xulos kalam, bir millatni, bir davlatni boshqa har qanday bir davlat ozod qilib qo'ymaydi. Buningga qarzdormi emas, majburiyatimi yo'q. Shunga har qanday bir davlatni yomonlash haqqimiz yo'q. Nima qilsa o'z davlatining manfaati uchun qiladi. Devlet degan shundoq nima? Biz davlatimiz ulab qolsa, biz mana shunday qilamiz. Yeni davlatlarni tug'adigan tarixiy sharoit urushdir. Qarindoshlar.
Birinci Dünya Urushidan keyin Yevropada bir muncha yangi davlatlar maydonga keldi. Chexoslovakiya, Yugoslaviya, Polsha degan. Chunki urush Yevropada bo'lgan. Ikkinchi Dünya Urushi yana bir muncha yangi davlatlarni barliqqa keltirdi. Bugungi Pokistondan Filippinlargacha bo'lgan. G'arbiy Osiyo, Sharqiy Janubiy Osiyo, Orol va Yarim Orol davlatlarining hammasi ikkinchi Dünya Urushining mas'uliyati. Urush bu davlatlarni ta'siri ichiga olgan. Ba'zilarida bevosita shu urush shu davlatlarning o'zida bo'lgan bo'lsa, ba'zilari bu urushlarga vositalik qatnashgan. Hammasi degidek. Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi uchun ashu zaminda dunyoviy kuchlarning orasida urush bo'lishi shart. Tinch vaziyatda birdilla Xitoylarning chiqib ketishini tamom qilmoq, majlis ochganga, namoyish qilganga haqiqatan mahmoqlik. Uning chiqib ketmaydi o Xitoy. Uni hammaylar bilamiz. Hech bo'lmasa G'arb Rossiyani baş düşman tizimligidan chiqarib o'tish kerak. Mana shu chaqda Rossiya Xitoy bilan dushmanlashadi. Va bu kutganlarimiz Rossiyaning yardım bilan bo'lishi texmi aql va mantiqiga, tarixning takarrur etishi iqimiga uyg'un keladi. Lekin bugun G'arbning nazarida Rossiya baş düşman bo'lishni davom qilmoqda. Bu holda Rossiya Xitoylarni dushman qilib olishi mumkin emas. Xitoylarga 10 kilovatqani mana shu. Mush vaziyat. G'arbmi Xitoylarni ittifoqdosh qilish ko'yida. Rossiyami Xitoyni ittifoqdosh qilish ko'yida. Hech kim dushman qilish ko'yida emas bugungacha. Uning uchun bizga bu tarixiy sharoit, bu dunyoviy klimat u yerda urush bo'ladigan bir klimat emas. Gerçi bugün Amerika ve Xitoy arasında ma'lum sürkülüşler bo'layotgandek qismi asosiy iqim yanada ittifoqdoshlik. Chunki Amerika'nın takdirini belgileydiğin çoğun kişiler, çoğun aileler, iqtisadi çoğun aileler. Hemmisi Xitoydagi pul topadigan korxonalarni taqab qo'ygani yo'q. Yana bu iqtisodiy munosabat asosli o'rinda. Yani bu amaliy bir munosabat bu. Amaliy bir almashtirish va og'zaki quruqdan quruq bir tillash va. Qaysi bakrak tarazini bosadi buni? Bu munosabat dahi uzilib qolgan yo'q qarindoshlar. Ba'zilaringlar ziyoda umidlanib ketdinglar onda. Hala bu iqtisodiy munosabat mavjud. Bu qarshiliklar mavhum. Birisi amaliy, yana birisi mavhum. Birisi konkret, yana birisi abstrakt. Demek, bizni kim qutqizadigan kelsak, bizning qutulishimizni belgilaydigan shu urush sharoiti. Cho'ng kuchlarning Osiyoning markazida manfaat olishadigan bir urush bugun tasavvur qilinmaydi. Bunday bir ahvolda tinch vaziyatda Xitoylar o'z-o'zidan chiqib ketamdi Sharq Turkistonda. Yoki ma'lum cho'ng davlatlarning bir qonun ma'qullab qo'yishi bilan chiqib ketamdi. Unda tamoyilni qilmang qarindoshlar. Onun için men qancha yilning oldida 2 yil, 3 yilning oldida so'zlagan videoda 3 xil kurash shaklini degandim-ku. Ozodlik kurashi,
diplomatiya hareketi, milliy mavjudlikni saqlab qolish hareketi. 3 xil harakat var. Bunun fakat birinci, ikincilik o'rni olmishi mumkin. Bugun azadlık hareketi elip baradigan imkon yok, şarait yok, ichki ve tashqi shartlar yok. Şu vaqtda deganman uni. Bugun biz qila oladigan ikki ish qoldi-ku, diplomatiya hareketi bilan milliy mavjudligimizni saqlab qolish hareketi. Bu ikki harekatning milliy mavjudligimizni saqlab qolishni kun tartibning aldığı koyuşumuz lazım birinci orunga. Hiç kaçan diplomatiya hareketi, yani bu hazır elip beriyotgan jimi faaliyetler şunun içine kiradi, teşvik faaliyetlerinin. Diplomatiya hareketi hiç kaçan birinci orunda emas. Çünkü o iş hal kılanmaydı. O fakat bir yardımcı amil. Onun için şarait yer berse azatlık hareketi birinci orunda turdu. Şarait yer bermegen bugünkidek ahvalda milliy mavjudligimizni saqlab qolish hareketi birinci orunda turdi. Diplomatiya hareketi her zaman ikinci orunda. Bunu ilgari degan. Xo'sh. Dünya tarixinin kelishib ketishidan shuni bilamizki, bu tarix iqimining. Tarix tekrarlanadi. Ayni ish, ayni odam bilan tekrarlanmagan bilan xarakteri o'xshab ketadigan ishlar tekrarlanadi tarixda. Onun uchun biz xuddi tarixda kuchli bo'lgan Xitoylarga saddichini sepini so'qishga majbur qila olgan qudratga ega bo'lganga o'xshash. Bugun Xitoylar bir qudratga ega bo'ldi. Biz aciz algı düştük. Kelgüsüde yana Xitoylar acizleşishi mumkin, biz küçüyüşümüz mümkün. Bu tarix bunlar tekrarlandı. Endi Allah'ın kitabıda mı g'albini navbatleştirimiz degan. Anda bo'lgandan keyin bizga bu tarixiy sharoit qachon kelganligini bilmaymiz hozir. Onun için şu tarihi şarait yetib kelganda xalqaro shartlar bizning bu ishimizga uygun holatga bir vaziyat tug'ilgan vaqtida bu ishga uyg'ur bo'lish kerak. Uyg'ur bo'lmasa o davoni kim qiladi? Onun için milliy mavjudligimizni saqlab qolish bugungi hamma harakatlarimizning oldida bo'lishi lozim. Biz bu tarixiy fursatni qachonda deb mo'ljallayamiz, hech kim mo'ljallayolmaydi. Agar biz yo'qolmasakla bu fursat cho'qim keladi. Buni ishonish lozim. Ama fursat kelgichi biz yo'qolib ketsak, bitti. Nol hamish, bir tiyin. Qarindoshlardagi ta'magarlik, bugünkidek torlarda o'ltirib vatanparvarlik qiladigan, öz shaxsiy husumatlarini asos qilgan bo'linishlar bilan öz ishimizga bolalarcha aqlsizlik bilan muomala qiladigan bu vaziyatni keltirib chiqargandek qiladi. Chunki xuddi bizni boshqa birisi ozod qilib qo'ydigandeklar. Nurg'un odamlarning o'tirib qilib gap so'zlari bu ishni men qilishim kerak deydigan turda emas. Biz diqqat qilsanglar. Bu tuyuqsizlar osmondan tushadigan yoki boshqa birisi biz uchun fitirib, kelinglar bitti deb endi bizni chaqirdigandek bir xil sada aloqatlarchi ro'y holatda biz hozir. Bunun sebebi belki shunda tamodim bo'lishi kerak. A davlat qutquzadi, ma davlat qutquzadi. Endi mushu holatda mangsak nima bo'lamiz? Yo'q bo'lish taqdiridan qochib qutulolmaymiz. Tarix sahnasidan o'chirilib ketamiz qarindoshlar. Shuna bizni Alloh qutquzadi. Andan qolsa o'z tirishchanligimiz qutquzadi deganga qat'iy ishonishinglar lozim. Buni ishonmasak bo'lmaydi.
Eğer halimiz bugünkidekli bolsa, Allah mı bizni taşlayıp etedi. Bunu Kur'an'ın ruhuyla kütülgen Allah'ın prensiplerden biri. Taşlayıp etedi. Bu çağda halimiz ne buldu? Bir kavim öz ahvalını özgertmese Allah onu özgertmeydi. Kur'an'ın ayeti. Şuningdek bizdek fasıqlaşıp ketken kavimler Allah tarafından taşlayıp etilgende qanday aqibatlarga qolganligi onunla hiç qanday qutulduğu için bulmaydiganligini Kur'an'ın ruhidir. Biz Kur'an verilgen bir kavimimiz qarindoshlar. Biz şunundaki müminlik sübutiga layiqlashanmasak Allah bizni taşlayıp etadi. Bu çağda bizge hiç qanday qutuldirguchi olmaydı. Allah har qilganni hiç qanday kuch aziz qilolmaydi. Eğer Allah aziz qilsa, hiç qanday kuch uni har qilolmaydi. Bununla ishonish lazım. Endi qarindoshlar, bunun qanday savollaringlar yig'ib ketadi, onu bilmayman. Belkim hiç qanday savolim olmaydi, inkasım bo'lmaydi qachon. O kadar tuzu yok bir mevzuda yüzlerce inkas görümen yükülüp gitmen de Allah Allah. Ne kadar bika Uygur köp bu bizim içimizde. Ya aşı işkı bu kadar kızgın talaşta ateş, bu kadar kızgın inkas vakit çıkarıp aşını okup, aşını yazıp, aşını hoşşakka Uygur. Allah. Tavuk kıldım demek lazım. Ama 20 yıldek oldu, ben oturup aşında bir taşlayayım, mevzularını. Muşun muhakeme kılaylı, muşun talaşta çıkıp bakaylı. İnkas yok. Kanı köremiz, bunun qanchalik inkasınlığı olduğunu, andın eğer inkasınlığının tayini bağlap kalsa, bu mevzularını tarmaklar boyunca davamlaştırsak olur. Hazırca Allah'a emanet, hayır hoş. Hemen Allah'a tavşurdum.